Assalomu alaykum, chambarakdoshlar, yaxshimisizlar? Sog'liklar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Sizlar uchun ikkita legendachani hozir obzorchasini qilamiz. Xudo xolasa, bittasi 2011, bittasi 2016. Benzini bor, buni metani bor. Hozir sizlarga bitta podrobni ko'rsataman. Metani bordan, ya'ni 2011dan boshlaymiz. Ko'chada turibdi mashinalar, chang yotibdi. Ahamiyat qilmaysizlar. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol videoga like bosamiz. Mana shu telefon raqamlariga, pastdagi raqamlarga bog'lanamiz. Hozir ko'rsatib o'taman sizlarga obzorini mashinani, keyin egasi bilan savdolashasizlar. Ikkovi ham Toshkent nomerda. Lekin avtomobillar Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qirg'iz qishlog'ida joylashgan. Qani ketdik bo'lmasa. Hurmatli chambardoshlar, mashina atrofini aylantirib o'tkazamiz. Balonchalar o'rtacha holatda turibdi. Dons motorlarda. 2011 avtomashinamiz. Xullas, atroflari, orqa tomonlari. Mashina faqat krilasida, 10 kriladami? Mana 10 krilada kraskasi bor, qolgan joyi toza deyapti. Atroflarni pitnosi bor. Xullas, mana ichki salonlarni ko'ramiz. Avtomobil tonirovkalar urilgan. Lekin oddiy prosta misrovka bu. Mana ichki salonlari, magnitofonlar o'ziniki. Ular qo'yilgan. Hozir ularni ko'ramiz. O'rtasida 2 kurgidan oshgan avtomobilda. Metan balonli yangi. Mana orqa sidinalari, bardakjoklari o'ziga xos, normal turibdi. Holatchalari ideal holatda. Orqani ham bir ko'ramiz, oldin kapotni ham bitta ko'ramiz. Bagaj ko'rsamiz. Xullas, mana metan, adashmasam 90 talik, 90 talik metan. Orqa tomonlari busmutun, zavodskiy bularda turibdi. Hozir oldindan ko'rsatamiz motorlarini ham. Mana motor 1.6 motor. Xullas, mana joy gidravlika yo'q, prosta ekan, sam umuman prosta ekan-da. Gidravlikasi yo'q. Umuman prosta mashincha. Yili 2010. Xullas, mashinani xullas 4600 ga berib yuboraman deyapti. Agar telefonga bog'lanib kelishasizlar, masalan, agar narxi hozir sizlarga baland tuyulayotgan bo'lsa, telefonlashib savdolashishlaringiz mumkin. Bemalol mana shu pastdagi raqamlarga. Endi keyingi ma'lumotga o'tamiz. 2016 bitta aylantirib o'tkazaman, ko'rsataman sizlarga podrobni. Buni balonchilar normali, narki balonga nisbatan zo'r turibdi. Holatlari zapaska tushmagan deyapti. Bu kraskasi qanday buni? Bunda ham kirlarda pitnosi bor. 16. O'zi sifrlari. Bu 16 bu. Mana 16. Ichkari ko'ramiz. Bu ham prosta, lekin lyuks konditsionerda. Ekspert variant. Lekin misrobgan ichi, o'zini oddiy, hamma narsasi oddiy. Bu ham 2 kurdan oshiq yurgan, xuddi 2011 mashinchadek. Chexolchalar o'zini radnoy. Sidina chexollari, orqadagi ham shu, polni o'rtacha normal minilgan. Holatlari yaxshi. Kapotlar, orqa kapotlarini ham ko'ramiz. Orqa kapotlarini bitta ko'ramiz ekan. O'zini magnitofonchalari. Zavodda qanday chiqqan bo'lsa, shunday turibdi mashina, shunday. Faqat o'sha qanday yurgan bo'lsa mashina. Zavodda qanday chiqqan bo'lsa, shunday yuribdi. Endi kerakli ma'lumotlarni berib o'tyapman, toza podrobni shartmas deb o'ylayman. Mana motorlarga kelamiz. Konditsioner bor, gidravlika bor, lyuks konditsioner, 1.6 avtomobil mashinasi. Chashkalar qonli butun. Kanselar ishlaydi. Buni normalda turibdi. Xullas, o'sha yuqorida aytib o'tganimdek raqamlarga telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Bu 5800 dedingiz-a? 5800 deyapti. Kelishtirayotgan joyi bor. Masalan, qimmat bo'lishi mumkin, to'g'ri. Lekin telefonlashib, polni gaplashsanglar, kelishtirib beradi. Xullas, bizning kanaldan yo'riqlashmanglar, videolarni ko'rishda davom etinglar. Mana mashinchalar zo'r, kerakli ma'lumotlarni aytdim. Kraskasi aytdim, benzin. Bu benzinli, u gazda yuradi.
qolgan to'liq ma'lumotlarni sizlarga kerak qiziqtirayotgan ma'lumotlar bo'lsa egasiga telefon qilib bilib olishlaring mumkin. Salomat bo'linglar.